Omoq savoqdaşlar, bugünkü hikayemiz yalğançılıq canğa ekek salıdı. Burun bir yurtda ömrüde bir qıtım rast gap qılıp baxmagan, her qaçan barını yo'q, yo'qni bar deydigan bir yalğançı adam ötken ekan. Kunlar o'tib, bu adam ag'rib qilib, talatuzga chiqolmas bo'lib qopdi da balasiga: "Agar biror meni izlab kelsa yo'q deyin, so'rg'anlarga soqaydi deb qo'yg'in, uyimga hech kim kirmasin" deb jekilabdi va tevib qumi ko'rinmay uyda yetaveribdi. Natijada bu odamning kesili kundan kunga og'irlashib, ular holatga kelib qopdi. Bu yurtda nom shuhrati boshqa joylarga keng tarqalgan bir tabib bo'lib, u har qanday kasallikni saqaytishga mahir, xalqni kasal azobidan qutuldirishni farz va burchi hisoblaydigan kishi ekan. U nada kasal bo'lsa shu yerga berib, ancha bak haq surishtirib ketmay davolaydi ekan. Bir kuni bu tabib heliqi yolg'onchi kishining kasal bo'lib yetib qolganligidan xabar tepibdi-da, shifoliq dori darmonlar bilan uning qo'rusiga yetib kelib ishi qaqibdi. Biri kelgan o'xshaydi, agar meni so'rasa, uyda yo'q degin, debdi hayoti tugash oldida turgan yolg'onchi odam o'g'liga buyurib. O'g'il chiqib darvozani ochibdi. "Bolam, dadangning ahvoli qandaqroq? Uzoqdan beri kasallik bilan yotgan edi, bugun biroz yaxshilanganlikdan bozorga berib kelay deb ketdi", debdi o'g'il rost gap qilsa, dadasining xafa bo'lganligini bilib. Tabib bu gapni anglab qaytib ketibdi. Aradan birer saat vaqt o'tmay yolg'onchi odam o'lib, o'g'li yig'lab dadasining gibi kirib yolg'on so'zlaganligiga nihoyatda pushaymon qilibdi va yolg'onchilikning dadasining o'lishiga ham o'zining yetim bo'lib qolishiga sabab bo'lganligidan saboq olib rostchil odam bo'lishga iroda bog'labdi. Hikmat: yolg'onni o'zingga odat qilsang, yashig'ingmi yolg'on bo'lib qoladi. Uyg'ur xalq cho'chaklari 8-son.